Alloh taolo qiyomat kunida bir bandani hisobga olib keladi mo'minni, ustini shunday o'rab qo'yadi. Qo'liga kitobini berib qo'yadi. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi, ammo kimning kitobi o'ng qo'lidan berilsa, bu yerda Alloh taolo o'rab qo'ygan satrni ishida turar ekan, kitobini o'qiydi. Gunohi yetarli, halok bo'lish aniq. O'qib bo'lib halok bo'lish deb turganida Alloh taolo dunyoda seni ayblaringni yashirganmanmi deydi. Dunyoda sharmanda qilgan emasmanmi? Endi bugun ham seni sharmanda qilmayman. Yana bir marta kitobingni o'qi deydi. Kitobini ikkinchi marta ochib qarasa, birorta xato qilmagan bo'ladi. Alloh taolo boyaga pardani ko'tarib tashlaydi. Ha, uni Qur'onni kitobiga. Odamlarning ko'zida bu odamning kitobida bitgan gunoh yo'q bo'lib ko'rinadi. Ko'ringlar meni kitobim mana deydi. Inni zonantu anni mulaqin hisabiya. Chunki bir kun men hisob-kitobga bo'lishimni, hisob-kitobga ro'baro bo'lishimni bilardim. Fa huwa fi aishatin rodiya. Endi u rozi bo'ladigan hayotda.